Yaqinda bir erkak tilidan yozilgan postga ko'zim tushdi va uni sizga aytib bermoqchiman. Bir do'stim uyimizga mehmonga keldi, deb yozadi u. Oshxonada o'tirib uzoq suhbatlashdik. Suhbat davomida men o'rnimdan turib, idishlarni yuvishim kerak dedim. Do'stim hayrat bilan shunday deydi: "Xotiningga shunaqa zavq bilan yordam berishingga qoyilman. Men rafiqamga yordam bermayman. Chunki unga yordam berganimda hech qachon minnatdor bo'lmaydi. O'tgan hafta hatto idishlarni yuvib qo'ydim. Rahmat aytmadi." Shunda men joyimga qaytib, uning yoniga o'tirdim va aslida xotinimga yordam bermayotganimni tushuntirdim. Xotinimga yordamchi kerak emas, unga hamroh kerak. Men xotinimga uyni tozalashda yordam bermayman, chunki men ham shu uyda yashayman va men ham tozalashim kerak deb hisoblayman. Men xotinimga ovqat pishirishga yordam bermayman, chunki mening ham qornim ochadi. Men xotinimga bolalarga qarashga yordam bermayman, chunki ular mening ham farzandlarim. Men bu uyda yordamchi emasman. Men bu uyning bir qismiman. Minnatdorlikka kelsak, do'stim, sen o'zing qachon oxirgi marta xotining uy yig'ib, kir yuvganiga rahmat aytib minnatdor bo'lding? Hayotingda bir martagina idish yuvganingda bu uchun qandaydir maxsus medal kutishing g'alati emasmi? Sen arzimagan ishingga maqtov xohlayapsanmi? Demak, uning ham minnatdorchilik eshitishga ehtiyoji bor. Ayolingga yordam ber, haqiqiy hamroh bo'l va uyingda ovqatlanish, uxlash va ehtiyojlarini qondirish uchun kelgan mehmondek bo'lma. O'z uyingda o'zingni o'z uyingdagidek his qil. Jamiyatda haqiqiy o'zgarishlar avvalo uylarimizdan boshlanadi. Farzandlarimizga ham haqiqiy oilaviy do'stlikda o'rnak bo'laylik, deydi u.